Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli Madad akamiz bilan bog'landikmi? Xuddi shunday. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Minimal. Aha, bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Yo'q, bezda qilmadim. Salomat bo'ling. Avvalambor o'zimni tanishtirib o'tsam, Telegram ijtimoiy tarmoqlardagi kutilmagan qo'ng'iroq loyihasini boshlovchisi Kaminov Sneboni bilan jonli muloqotdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Bugungi tug'ilgan kunlaringiz, shukronalik ayyomlaringiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat aytganingizga. Rahmat, sizga ham umringiz ziyoda bo'lsin. Bugun sizni bezovta qilishimning maqsadi ham kayfiyatingizga kayfiyat ulashi maqsadida qo'ng'iroq qilmoqdaman. Ijozatingiz bilan 5 daqiqa qimmatli vaqtingizni olsam. Mayli, bemalol. Rahmat, umringiz ziyoda bo'lsin. Bugun bizning loyihamizga siz uchun atalgan juda ham chiroyli bo'lgan dilizqolari, tabrik xatlari kelib tushgan ekan. Birozgina taxmin qilib ko'rasizmi, kimlardan deb o'ylaysiz? Bu chuqur savol. Chunki hozir birov aytgan kimdir xafa bo'lib qolishi mumkin. Mayli, an'anaga ko'ra. Oila a'zolaringiz orasida. Deb qo'ya qolamiz. Eng yaqin jigarlardan bittasi deb qo'ya qolamiz. Aha, o'zingiz oilangiz orasidan kimlar deb o'ylaysiz? Mana chukamni. Ilohim barcha. Sen faqat uni qo'lidan keladi. Aha, yana kim deb o'ylaysiz? Birozgina taxmin qilib ko'ring-chi. O'zingiz oilangizdan, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi insonlaringiz orasidan. Yana tinchlik qiladiganlar bormi? Boshqa bilmadim yana. Mayli, shaharga deylik. O'ringiz ziyoda bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin. Hayotingizda ahamiyatli insonlardan biri ha bo'ladi, o'zim aytib qo'ya qolaman. Bugungi mana shunday chiroyli dilizxonlarni sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon ahli ayolingiz Yulduzxon opamiz tomonidan qabul qilib olasiz. Hamda farzandi ne'matlaringiz. Labi? Niyajidinli bo'ldi-ku deyman. Kutilmagan, shunaqami? Kutilmagan. Hamda farzandi ne'matlaringiz Komolaxon, Komronbek hamda barcha mehribonlaringiz sizni tabriklab qolishmoqda. Rahmat. Rahmat, umringiz ziyoda bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin. To'ylaringizga necha yil bo'ldi? Manimcha eslamasan kerak-ku. Taxminan. Birisi 12-13 yillar o'qiyapti. Amalar ziyoda bo'lsin. Shuncha yildan buyon sizni juda ham qattiq ranjitib qo'ygan kunlarni eslaysizmi? Nima dedingiz? Sizni juda ham qattiq ranjitib qo'ygan kunlardan birini eslaysizmi? Mana har kuni deyarli ranjitib ketgan. Bugun bir xursand qilyapti. Amalar ziyoda bo'lsin. Mana shu ayollar bor ekan. Siz borsiz. Amalar ziyoda bo'lsin. Ijozat bersangiz, ulardan kelgan chiroyli dilizxonlarni sizga o'qib eshittirsam. Mayli. Ha, bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum, mening suyangan tog'im, ishongan bog'im, jondan aziz mehribonim. Allohim peshonamga go'zal taqdir qilgan begim, sizni shukronalik ayyomingiz bilan o'zgacha xursand qilishlik niyat qilib, ko'nglingizni ko'tarishni istadim. Dunyoga kelgan ayyomingiz muborak bo'lsin, umringizdan, amallaringizdan Rabbim o'zi rozi bo'lsin. Ikki dunyo saodati bilan siylasin. Sizni meni hayot yo'llarimga yo'ldosh etib saylagan Allohimga hamda sanolar bo'lsin. Siz dunyodagi eng mehribon, mard va jasur umr yo'l
yo'ldosh, oila boshimizsiz. Uyimizni fayzu barakasi ustunidirsiz. Umringiz uzoq bo'lib, boshimizda bosh bo'ling. Turmushning yumushlari bilan bizlarga halol luqma olib kelish maqsadida kechani kecha, kunduzni kunduz demay yelab yugurasiz. Har bir mehnatlaringizni Allohim ziyodasi bilan ajr savoblari bilan mukofotlasin. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Gohida ayoli qaysarliklarim bilan dilingizga ko'p ozorlar berib qo'yman. Mana shu uchun uzr so'rayman. Agar menga yana bir bora imkoni berilganida, men yana sizni tanlagan bo'lardim. Siz bilan jannatlarda ham birga bo'lishlikni Allohimdan so'rab qolaman. Boringizga shukr. Ko'ksingizga qo'ysam boshimni. Oqizmasdan ko'zdan yoshimni izzat qilib sabrdoshimni. Menga nomus or bo'ling begim. Baxtimga siz bor bo'ling begim. Osmonimsiz halolingizman. Yashnab turgan holingizman, juftingizman, halolingizman. Menga sodiq yor bo'ling begim. Baxtimga siz bor bo'ling begim deya mana shunday chiroyli bo'lgan dilizxonlarni qabul qilib olasiz. Rahmat. Rahmat. Sizni ham ularga yetar dilizxonlaringiz, tilaklaringiz bo'lsin. Marhamat. Avvalambor e'tibor uchun kattakon rahmat. Alhamdulillah, bolajonim, sabron kabola. Sizlarga yaxshi ko'raman. Ilohim, umrlar ziyoda bo'lsin. Hali qolganlarni o'zlariga aytarman. Endi bu ommaviy platforma, e'tiboringiz uchun sizga ham rahmat. Tabriklar qilarizga, ijodlaringizga omad. Muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat. Umringiz ziyoda bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin. Mehr oqibatlaringizga aslo ko'zlar tegmasin. Qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun tashakkur. O'zingizni hamisha ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omad sizga. Rahmat, omon bo'ling.